Sizlar uchun bitta videoni yondirasizlar, bitta like bo'lsa bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xohlasa sizlar uchun keling bitta bonusimizni ko'rsatamiz. Bir bonus ham qilgan. Mana aka, moshular salqinga dam olyapti. Egasini kutib, qani kim oladi meni deb. 129 MA xalqimiz uchun 1 so'm pul kerak emas. Voh, udarki mana aka. Men $1000 1,5 ming aytasizmi o'ylavdim. 1 so'm pul kerak emas. Hamma narsasi ichida. Misol uchun mana videoda gapiryapmiz qanaqa? Xuddi kelgandan keyin natijamiz bir xil. Yo'qjonga qo'ytirmadik. $1200 ga beramiz. Voh, udarki mana $1200 ga Malibu 2 olib ketasizlar. Qiziqtiradigan bir savolim bor-da. Aha. Xalqimizga zo'r bitta bonusim bor. Aha. Boshidan ko'rsamizmi, oxiridanmi? Oxirida ko'rsatamiz bonusni. Boshlang'ich to'lovni hisoblab beramiz. Agar bizdan arzonroq joy bo'lsa, o'sha arzonroq joydan $200 arzon beramiz. Biz uchun, xalqimiz uchun kelishtirib ayting, ha. $1500 ga qo'yishimiz kerak. Lekin Denov avtokreditidan $1000 ga beraveramiz. Bor yo'q aytaymi, necha pulga qilib beramiz? Ayting, kelishtirib ayting obunachilarga. Necha pul deb o'ylayapti primerni? Endi aka, bizni ko'ngil xalq ko'ngli bilan bir xil. Boshlang'ich to'lovni mayli ketsa bizdan ketsin, buni ham $1000 ga berib yuboraman. Qanchalarga 100% javob beramiz. Mana 4 ta yangi yumshoq balonlar taqib qo'yganmiz. Balon ham xarajat qilishadi. Keyin Denov avtokreditida aytib qo'yay. Bundan arzoni yo'q. Sizlarga mana aka Damasimiz ham bor ekan. Dam 2025-yilda ishlab chiqdi. Bespravik 2025 Damasimiz bor. Qaysidir hamyurtimiz kelib turib o'zini Cobalt rusumli yoki Nexia 3 yoki Spark rusumli avtomashinasini olib kelsa, bizda trading xizmatlari ham mavjud. Yo'qjon, xalqimizdan bitta narsa so'raymiz. Bizga bitta like bosib, obuna bo'lsalar, Xudo xohlasa xalqimiz xohlagandan ham arzonroq qilib qo'yishga harakat qilaman. Va'da xohlovchilar uchun mashinalarimiz juda ko'p, seroq. Bu mashinalarimiz ham G'iyosjon hammasi bonusda. Mana shu mashinalarni toza deb qo'yamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Agar xalqimiz kelib turib, ko'rib, tekshirib, probegi qaytgan bo'lsa yoki kraskasi chiqadigan bo'lsa, arzlar unutmaysizlar, har bitta detalidan $1000 dan o'tib beramiz. Tag nomerlarga murojaat qilib, bemalol yana qanaqadir sizlarga kerakli ma'lumot bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon To'z kanali. Bugungi loyihamiz Surxondaryoda Denov Shohbekatga avtokreditga mashinalarimiz bor azimlarimiz. Naqd pulga ham, avtokreditga ham, lizingga ham, Cheris Bank ham mashinalar taxlit tashlagan. Shulardan Ilhom aka bilan birgalikda batafsil tanishtirib o'taman. Adres Sarasiya Denov shaharida shundan kirib kelasizlar. O'ng qo'lga joylashgan Shohbekat, bu taraf Termizdan kelayotgan yo'l azimlarimiz. Mana shu yerda joylashgan Shohbekatga kelib avtokreditga yoki naqd pulga mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir Ilhom aka bilan birgalikda batafsil tanishtirib o'tamiz. Narxlari ham juda qulay narxda ekan. Azomcharimiz, manaki Shohbekatga ochilgan Denov avtokredit mashinlarimizni bir chekkadan tanishtirib, qulayliklari bilan, narxlari bilan qancha pulga sotib olish mumkin, boshlang'ich to'lov bilan shularni batafsil tanishtirib o'tamiz. Bu yerda mashinalar juda ko'p ekan. Har xil mashinalarimiz bor. Assalomu alaykum, Ilhom aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum, G'iyosiddin. Qalaysiz, yaxshimisiz? Mana aka, Ilhom akamiz hozir batafsil tanishtirib o'tadi Denov avtokreditdan mashinalarimiz. Ilhom aka, mana xalqimiz, obunachilarimiz juda ko'pchilik so'ragan, avtokreditga mana boshqa viloyatlarga ham mashinalar chiqyapti. Shunaqa mashinalar bizda ham bormi deyapti. Avvalambor xalqimizga assalomu alaykum deymiz. Bizda qo'llab-quvvatlab turuvchi xalqimizga Xudo xohlasa biz mana G'iyosiddin yangi ish faoliyatimizni Denov shahariga boshlab oldik, Shohbekatda. Mana aka, Shohbekat avto imkon, hamma banklarda olib kelib qo'yganmiz, hamma joyimiz mana mashinalarni to'ldirib qo'yganmiz xalqimiz uchun. Xudo xohlasa nima deymiz? Toshkentda ham ko'p chiqardim G'iyosiddin. YouTube'larga. Xalq meni tanib qolgan. Misol uchun eng arzonni sotardik, faqat Denovga ham Xudo xohlasa mana shu xalqimiz xohlaganday shu arzon qilib mashinalarni nomlariga oformleni qilib berib, ish qilib chiroyli roziligini olib jo'natib yuboramiz. Rahmat. Bizda G'iyosjon keyin mana misol uchun yangiliklarimiz, katta mashinalarimiz bor. Misol uchun qaysidir hamyurtimiz kelib turib o'zini Cobalt rusumli yoki Nexia 3 yoki Spark rusumli avtomashinasini olib kelsa, bizda trading xizmatlari ham mavjud. U degani, misol uchun barter, obmen tovar. Xohlasa Spark'ini olib kelib Malibu minib ketishi mumkin, xohlasa mana bunday yangi Lada Vesta'larni minib ketishi mumkin, xohlasa Detail, xohlasa Tracker, xohlasa Captiva. Xohlasa Nexia birlari bo'lsa ham
olib kelib turib Cobalt yoki Gentra rusumli avtomashinani xarid qilishi mumkin. Bizda shunaqa qulayliklar borki, Xudo xohlasa, misol uchun mana videoda gapiryapmiz qanaqa? Xuddi kelgandan keyin natijamiz bir xil. Yo'qjon? Va, yaxshi. Aka qulaylikda udar ekan, bombasi ekan azonchilarimiz. Cobalt bilan, Nexus bilan yil yangiroq mashinalarni olib kelib berib, yo Malibu yoki Tracker yoki Captiva yoki Gentra yoki boshqa mashinalarni minib ketishingiz ham mumkin. Ilhom aka bilan hozir batafsil tanishtirsak. Ilhom aka endi xalqqa qiziq bularni to'lovlari qanday, qancha pul bilan chiqadi, shular haqida tanishtirsak. Endi G'iyosjon, xalqimizdan bitta narsa so'raymiz. Bizga bitta like bosib, obuna bo'lsalar, Xudo xohlasa, xalqimiz xohlagandan ham arzonroq qilib qo'yishga harakat qilamiz. Like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Har hafta nasib qilsa mana shunaqa qulayliklarni Ilhom aka bilan birgalikda tanishtirib ko'rsatamiz. Ilhom aka, endi bularni bir chekkadan narxlari bilan tanishtirsak. Rostida mana mashinamiz juda ko'p, serob mashinalarimiz. Xohlagan hamyurtlarimiz uchun mana klientlarimiz ham yurishibdi mana aka. Xudoga shukr, ishimiz yaxshi, tog'amizga mashinamiz topdik. Mana Lada Vesta mashinamiz bor. Xohlagan hamyurtlarimiz uchun. Mana Jetaurlarimiz bor. Mana Malibu Premierlarimiz bor. Malibu 2.4 atmosferlarimiz bor. Keling shu mashinadan boshlab beraman. Aha. Malibudan boshlaymiz aka. Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, xo'p, panorama yuklari mavjud. Mashinada metan gazlari bor. Xalqimiz uchun boshlang'ich to'lovni atiga ushbu 2018-yilda ishlab chiqarilgan Malibu rusumli avtomashinamizda bor yo'q aytaymi, nech pulga qilib beramiz? Ayting, kelishtirib ayting obunachilarga. Nech pul deb o'ylayapti Premierni? Endi aka bizni ko'ngil xalq ko'ngli bilan bir xil. Qancha arzon bo'lsa, shuncha arzon. Endi siz endi ayting chiqqan nech pul bilan chiqadi? G'iyosjon, ko'p mana mashina bozorlarga borasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Kimnidir uyiga borib obzor qilib berasiz. Premierda mashina bozorda 2018-yil Malibular nech pul bo'lyapti? Endi aka baland misol uchun teng yarmini bersa bozorga, keyin shuni ham qolganini beradi, ozroq ustiga qo'yib beradi-da. Shu hafta chiqdim bozorga. Ha. Mashinalarni chiqardik, o'zimiz ham chiqdik, mashina oldik. 2-4 qora Malibularni so'rayapman, $20,000 deb o'tdi. Shunday, bundan ham balanti ham bor, har xilda mashinaga qarab. Lekin Deno avtokreditida aytib qo'yay, bundan arzoni yo'q. $16,000 taniga, atiga. Boshlang'ich to'loviga keladigan bo'lsak, xohlasalaringiz naqd pulga $16,000 azizlar. Avtokreditga olaman degan hamyurtlarimiz uchun boshlang'ich to'lovini maydachida qilib o'tirmadik. $1,200 ga beramiz. Voh, udarki mana aka. Naqd pulga 16,000, boshlang'ich to'lovga muddatli $1,200 kreditga olsangiz $1,200 ga. Mazaqi minib ketasizlar. Ana aka. Oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, 8,900,000 so'mdan chiqadi. Atiga 35 ming. Mana aka, azonchariz bizlar mana endi yashirmay oylik to'lovni ham oyma-oyini kunigacha aytib o'tamiz. 1,000 qancha chiqadi dedingiz? $1,200 ga xalqimiz uchun beramiz. $1,200 ga xalq uchun mana aka azonchariz olib borib minib, xohlasangiz kimgadir shunaqa variant qulay bo'lsa, mana aka $1,200 ga Malibu ikkini olib ketasizlar. Sizni qiziqtiradigan bir savolim bor-da. Aha. Xalqimizga zo'r bitta bonusim bor. Aha. Boshidan ko'rsamizmi, oxiridanmi? Oxirida ko'rsatamiz bonusni endi. Videoni oxirigacha Videoni oxirigacha ko'rsin, bonusni ham ko'rsatamiz. $1,200 ga Malibu ikkini olib ketamiz. Aka, buni tanishtirsak endi. 2 tur motor bilan jihozlangan. Bu 2 turbina chista Premier Malibu. Aha. Ehtiyot bo'ling. Premier Malibu kraskalariga keladigan bo'lsak, top toza, kurgovoy tonirovkalari 1 yil bor muddati. Birinchi yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premier mashinamiz. Kraskalariga keladigan bo'lsak, top toza. Bu Malibumizda Sedena Abagrev Abduf multimedia mana Premierda ajratib turuvchi karbonlari, salonchilari. Ha. Bu mashinamizni G'iyosjon qishga ham zo'rda, mana oilaviy ketsangiz, xudo xolasa, maza qilib, minib, orqa abagreflarni qo'shib, oilangiz maza qilib sovqotmay ketadi. Kurgovoy tonirovkasiga 1 yil bor azizlar. Yumshoq turibdi, masla oyog'iga balon qo'yganmiz. Imperial. Bu mashinamizni G'iyosjon naqd pulga keladigan bo'lsak, atiga 40 ming yurgan mana shu Premierda agar xalqimiz probegiga yoki kraskasiga qanaqadir biz adashgan yo aldagan bo'lsak, boboda mana misol uchun mana shu mashinani toza deb qo'yamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Agar xalqimiz kelib turib, ko'rib, tekshirib, probegi qaytgan bo'lsa yoki kraskasi chiqadigan bo'lsa, azizlar unutmaysizlar, har bitta detalidan
$1000 o'tib beraman. Mana aka azobchilarimiz aytilgan gap. $1000 o'tib beraman har bitta detaldan. Agar probega qaytgan bo'lsa mashinani misol uchun 25 mingga baraka qildik yo 23 mingga baraka qildik. Necha pul baraka qilgan bo'lsak $3000 aytganimni o'tib beraman. Mana aka agar aytilgan narsasidan ziyod narsa chiqsa $3000 bonusga qaytarib beramiz deyapti. Xullas aytilgan kraskasi, aytilgan probegi o'sha ekan azobchilarimiz. Mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsak $23500. Trading xizmatlari ham bor. Kimdirki kelib jentrasini berib amen tovar qilsa ham ustini xohlagan asosida gaplashamiz. Xohlasa avtokredit qilib beramiz. Xohlasa naqd pulga beramiz. Endi aka buni tan narxi necha pul hozir? $23500. 23500. Buni ham muddatli kredit qilib, avtokredit qilib olsak bo'ladimi? Farqi yo'q. Qanchaga chiqadi endi mana shu mashinamiz endi? Mana shu mashinamizga keladigan bo'lsak, atiga boshlang'ich to'lovi 21-yilda ishlab chiqarilgan primer mashinamiz $2500 ga chiqadi. $2500 to'lab olib ketishingiz mumkin azobchilarimiz. Keladigan bo'lsak, Mana $2500 so'mga. So'mga 32 million so'mga mana Malibu 2 dan olib ketishingiz mumkin. Yil 21 dedingiz-a? 21, kraskalari toza, bironta joyiga hech qanaqa nuqsoni ham, sarapinasi ham yo'q. Atiga probega 40 ming kilometr. 40 ming kilometr yurgan Malibu'miz mana aka. Keyin qolganini oymoy to'layveradi. To'ppa-to'g'ri. Oymoy xohlasa 3 yilga, xohlasa 5 yilga, xohlasa 3 yilga, xohlasa 5 yilga to'lashingiz mumkin, farqi yo'q. Riyozjon, xalqimiz kelsa, hammani fikri har xil. Hech kim faqat 5 yilga yo 4 yilga olay demaydi. Kimdir keladi 2 yilga uzib tashlayman deydi. Kimdir keladi 1 yilga uzib tashlayman. To'g'rimi? To'g'ri. Agar yana bitta ma'lumotimiz, misol uchun mashinani avtokredit asosida olishdan nomlariga yetkazib berdik. 5 yilga oldik. Xalqimizda puli misol uchun yetarli 2 yilga to'lamoqchi. 3 yillik foizini olib tashlaydi. 3 yillik sug'urta pulini kartalariga qaytarib tashlab beradi. Shu ma'lumotlari ham bor. Shu ma'lumot qulayliklari bor ekan. Bizda hamma 12 ta viloyatga mavjud avtokredit. Mana aka. Mana bu yerda trekker mashinalarimiz bor. Yo'qjon, Captiva mashinalarimiz bor. Mana trekker, Captiva, Onyx, Gentra, Cobalt sortimentimiz juda ko'p. Qaysi biridan sizga boshlab beray? Mana trekkerdan boshlaylik, bir chekkadan aka. Trekkerdan boshlaymiz aka. Trekkerimiz yil necha aka? 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Primer pozitsiyamiz. Bunda panorama lyuklari mavjud. Kraskalariga keladigan bo'lsak, top toza, Riyozjon. Mana xalqimiz kelsa, misol uchun bemalol xohlagan ustaga olib borib, qaysi tumanga ustasi bo'lsa, bizga bunaqa narsa bor-da, Riyozjon. Borib turib, keldingiz, ko'rib oling, sherga deyish yo'q. Qaysi tumanga bo'lsa, ustam misol uchun Qumqo'rg'onga yo Jarqo'rg'onga yo Sariso'ga yo Uzunga yo Termizga desa, olib borib turib, ko'rsatib, bemalol tekshirib olish mumkin. Bunaqa qulayliklar. Biznes olib bering yo gazini olib bering degan joyi yo'q. Hammasini o'zimizni qissamizda xarajatini qilamiz. Olib borib turib, bemalol ustalariga tekshirtirib, keyin xohlasa avtokredit, xohlasa uylardan naqd pul sanab beradi. Mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan trekkerimiz. Kraskalari to'plangan. Mashinamiz juda ideal holatda. Yaxshi evakuatsiya poliklar. Endi bunga navorot qilish shart emas. O'zi navorotchini zavodga chiqqan. Mashinamizning holati juda ham zo'r. Mashinamizga keladigan bo'lsak, Riyozjon. Xo'p. Mashinamizni atiga $2000 ga beraveramiz. Hamma xarajati ichiga, hamma rasxot ichiga. Hamma rasxot ichiga. Keyin $2000 dan tashqari gayga xarajat qiling, zapretga xarajat qiling, notariusga xarajat qiling degan gapimiz yo'q. Ichiga option. $2000 beradi. Bir piyola issiq choyda ichib maza qilib o'tirishadi, biz avtokredit asosida qilib beramiz. Mana aka azobchilarimiz Dena avtokreditga trekkerimiz $2000 bilan chiqadi azobchilarimiz. Xohlasangiz naqd pulga ham kelishtirib beramiz deyapti Ilhom aka. Bemalol ekranda raqamga bog'lanasizlar. 6.600.000 so'mdan chiqadi. Oymoy to'lovi 5 yilga 6.600. Endi kimdir 5 yilga oladi, kimdir 3 yilga, kimdir 2 yilga uzaman deyishi mumkin. O'shanga qarab qulaylik ham qilib beramiz deyapti aka. To'g'ri. Mana Riyozjon Captiva mashinamiz bor, mana Onyx mashinamiz bor. Qaysi biridan desangiz, xuddi shundan boshlab bir boshdan ketaveramiz. Bo'l. Captiva rusumli avtomashinamizga keladigan bo'lsak, 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Buni faqat naqd asosida sotamiz. Bu avtokredit bo'lmaydi, Riyozjon. Mashinamizda kraskalari top toza, probeglariga keladigan bo'lsak, 110 ming kilometr yurgan, yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, kurgovoy tonirovkalar qilingan. Mashinamizda biron so'mlik xarajati yo'q. Aka Captiva so'raganlarga yil necha dedingiz aka? 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Buni motori 3 litrlik katta motor. 2 turmas. 2017 3li ekan katta motorga Captiva. Kraskalari qanday ekan bunda? Kraskalariga 100% javob beramiz. Mana 4 ta yangi yumshoq balonlar taqib qo'yganmiz. Balon ham xarajat qilishmaydi. Balon ham sotib olishmaydi.
mashinamizda tan narxiga keladigan bo'lsak azizlar, atiga $15.800. Mana aka. 15.800 $15.800 Captiva'miz bizdan arzoni bo'lsa, yana $200-300 o'tib beramiz. Mana aka, bonusiga yana 200-300 ham o'tib beramiz deyapti odamlarimiz. Kimgadir Captiva kerak bo'lsa, Captiva ham bor ekan. Mana aka, avtomatik korobka, xullas, mana holati, mana Captiva'ni ham juda ham ideal. Arqa sidinalari yoqilg'ilari nima ekan buni? Benzinda yo'q. Hali gaz qo'yilmagan, benzinda ekan. Mana arqa sidinalari ham bor. 7 o'rindiqlik. 7 o'rindiqlik. Mashinamiz juda ideal bo'ladi. Azizlar, kesalaringiz ko'rasizlar, ustalaringiz qaysi tomonga bo'lsa, olib borib tekshirtirib, bemalol ko'rsatib olishlaringiz mumkin. Endi keyingi mashinamiz 10X tanishtiramiz. 10X mashinamiz bu 3-pozitsiyasi hisoblanadi. 10X 3-pozitsiyasi. 3-pozitsiyasi hisoblanadi. Mexanika korobka, probegiga keladigan bo'lsak 25.500 km yurgan azizlar, qora svetda, kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskalari top-toza 100% javob beramiz. Video davomida aytib o'tganimizda, agarki bitta detalida azizlar, kraskasi chiqib qoladigan bo'lsa, $1000 o'tib beraman. Mana gap qulayliklar, mana salonchilari. Bunga ham navorot qilish shart emasda, qo'yish uchun mana qiriladigan joylari laminatsiya qilib qo'yilgan. Mana 10X nimalari, yozuvlar, niklari bor. Yili necha dedingiz? 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 2023-yil ishlab chiqarilgan 10X'imiz. Aka, bu o'yinda naqd pulga necha pul tan bahosi? Yana bitta bonusi bor. Aha. $450 ga yangi propan gaz o'rnatilgan. $450 propan qo'yilgan. Yaxshi yumshoq oyoqqa balonlar qo'yilgan. Olib keling videoni mana. Video davomida azizlar ko'rsatib o'tamiz. Balon ham qo'ymaysizlar, gaz ham qo'ymaysizlar. O'zi navorotiga keladigan bo'lsak, navorotchini mashina, yumshoq balonlar, propan gazlar qo'yilgan. Boshlang'ich to'loviga keladigan bo'lsak, atiga xalqimiz uchun kelishtirib ayting, ha. $1500 ga qo'yishimiz kerak, lekin Denov avtokreditidan $1000 ga beraveramiz. Mana aka, $1000 ga 10X'imiz azobcharimiz. Mana aka, oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, azizlar, atiga 4.400.000 so'mdan, kuniga bo'lib to'laysizlar. 150.000 so'mdan. 150.000 so'mdan. Mana aka, 10X olaman deganlar bo'lsa, marhamat. 150.000 dan kuniga agar bo'lib to'layman desangiz. 150.000 dan ham chiqmaydi, 140.000 so'mdan daji. Xo'p. Toza mashinamizda. Bonusni videoning oxiriga deymiz. Videoning oxirida bonus aytamiz. Mana Cobaltlarimiz bor. Mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobaltimiz. Avtomat korobka. Pultni bosib yuboring. Bosib yuboringizlar. Pultni. 2023 ishlab turadi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalariga keladigan bo'lsak, top-toza metan gazlari bor. Mana. Metan gazlarini ham egalari shunqa qilib qo'ygan ekan, bizlarni bilasiz. Egadan sotib olamiz. Mashina qurishimiz ustiga o'zimizda 2 million, 3 million, 4 million qanaqadir foydamizni qo'yib sotamiz. 2023 Cobaltimiz avtomatik korobka. Ideal Tesla monitorlar qo'yilgan, yaxshi evakor poliglar qo'yilgan. Motor holatlarini ko'rsatsak. Mana sizlar bemalol ko'rib tekshirib olishlaringiz mumkin. Bizda hech qanaqa hech qayerga bormaymiz. 4-pokoleniya ekan, ha? Konditsioner, abizlar bor. Hamma narsasi bor. Gazlari 4-pokoleniya. Mashinamiz juda ideal holatda. Ushbu Cobaltimizni xalqimiz uchun boshlang'ich to'lovini mayli ketsa bizdan ketsin. Buni ham $1000 ga berib yuboraman. Mana aka, $1000 ga boshlang'ich to'lovda Cobalt olmanishingiz mumkin. Yili necha dedingiz aka? 2023. Probeg? Probeglari 56.000 km yurgan. Mana 56.000 km yurgan 2023-yil Cobaltimiz kraska toza. Kraskasi toza, $1000 boshlang'ich to'lov bilan xarid qilishingiz mumkin. To'lovlarga keladigan bo'lsak, 4.450.000 so'mdan chiqadi. 4.450.000 dan chiqadi aka. Olib taksi qilib ham ishlab, kunlik qilib to'lasa ham bo'lar ekan. Faqat taksiga demaymiz-da. Minishga, ishga, oilaviyga. Shunday. Kimdadir imkoni bor naqd pulga, kimdadir imkoni yo'q naqd pulga. Shuning uchun naqdga ham, avtokreditga ham, lizing asosida ham hamma narsani qulay qilib qo'ydik. Xalqimizga oson bo'lsin deb. Azizlar, kelingizlar, sizlarni kutib qolamiz. Sizlar uchun bitta videoni yondirasizlar, bitta like bo'lsa bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xohlasa, sizlar uchun keling bitta bonusimizni ko'rsatamiz. Bir bonus ham qilgay xalq uchun. Misol uchun, Riyozjon kimdadir sharoiti bor, kimdadir sharoiti yo'q. Sal qiynalgan oila bo'lsa, haqiqatan misol uchun o'zimizda bolalar ham bor. Qilib bering deyapti, lekin yo'q.
xalqimizga bu. Xalqimiz olib maza qilmasin. Xudo xohlasa, G'iyosjon, mana shu mashinani o'zingizning fikringiz nima deb o'ylayapsiz? Shu bizdan nima yangilik bo'ladi deb o'ylayapsiz? Bilmadim men yangilik qanaqa ekan endi bu. Metan gazlarni ko'ryapsiz. Metanlar bor. 4-pakkalina. Mana aka stak servisdan qo'yilgan, originali, javob. Mashinamizning holatlari juda ideal. Kraskalariga keladigan bo'lsak, toza. Mana motorlarning ichini ko'ring, G'iyosjon. Mana motorlarning ichini ko'ring. Mashinamiz вообще ideal holatda. Xudo xohlasa, kimdir olsa, ayni bizda bitta duo qilib minishsin, biz xursand bo'lamiz. Azizlar, xalqimiz uchun ana nomerlarni ko'rsatib qo'ying. 75 Surxondaryoning o'zi. 929 MA. Xalqimiz uchun 1 so'm pul kerak emas. Udarka mana aka. Men $1000 1.5 aytasizmi o'ylavdim. 1 so'm pul kerak emas. Hamma narsasi ichida. Hamma narsasi. Gais ichida, zapret ichida, notarius ichida boshlang'ich to'lovni ham o'zimiz qilib beramiz. Mana aka, adamlarimiz 1 so'm pul kerak emas ekan, boshlang'ich to'lovni ham qilib berar ekan. Shuningina, G'iyosjon, faqatgina kelib turib, qaysidir sotuvchimiz bo'lsa, shunda qo'llariga $100 zaklat deb beradi. Zaklat degani nima? Mashina sotildi degani. To'ppa to'g'ri. To'g'rimi? Videomizga bitta haqiqatan ham shu Denov avtokreditidan bez boshlang'ich to'lov siz Gentra rusumli avtomashinani xarid qildik. Mana deb bitta videomizga chiqib bersa biz xursand bo'lamiz. Mana aka azotlarimiz. Bermasa ham mayli, endi xalqimiz uchun. Mana aka 1 so'm pulsiz, mana aka Gentra olib nima deganlar bo'lsa, mana aka luklari bor, avtomatik korobka, mana salonchilar Abay grip oldi orqasidan ham qiziydi, qimmat polikchalar qo'yilgan. Luklari bor. Beslari bor. Aka salonchilar 2022-yilda ishlab chiqqan. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 2022 yili ham yangi, nomer ham auksion nomer. Metallari. Kelasizlar, sizlarni kutib qolamiz. Denov avtokreditimizga oylik to'lovlariga keladigan bo'lsak, 1 yildan 5 yilgacha bo'ladi azizlar. Sizlar xohlagan yilda farqi yo'q. 3 yilga oling, yo 5 yilga oling, yo 4 yilga oling demaymiz. 1 yildan 5 yilgacha mumkin. O'ziga qulay variant tanlaydi. To'ppa-to'g'ri. Kelsalaringiz oylik to'lovlarni hisoblab beramiz. Yana har xil negativlar bor, G'iyosjon. To'g'ri. Aytish mumkin. Mashinani boshlang'ich to'lovsiz berdi, taniga qolgan pulni kirgizib yubordi. Unaqa narsa yo'q azizlar. Mana bankka mana kiradigan summa mana xohlasalaringiz Davr bank, xohlasalaringiz Anor bank, xohlasalaringiz Hayot bank, xohlasalaringiz Kapital bank. O'ziga qulay bo'lgan bank tanlaydi. Qaysi bankni xohlasa, o'sha bankda qilib beramiz. Aytmaymizki, mana shu Kapitaldan oling faqat deb. Mana Davr bankda xohlasa Hayot bankda. Farqi yo'q bizga. G'iyosjon mana qarang. Har bitta bankda mana Hayot bankda atsenkasi, misol uchun, mana shu atsenkadan biz $100 ham ishni kirgiza olmaymiz. Mana bu Kapital bankda atsenkasi. Kapital bankda atsenkasi, bundan ham 1 so'mlik ishni kirgiza olmaymiz. Bankimiz grafik qilib bergan. Shu presga qarab boshlang'ich to'lovi, oylik to'lovi ana shu summadan kelib chiqadi. Lekin xalqimiz uchun o'zimiz yonimizdan to'laymiz. Mana shu mashinaga 27 million so'm ketadi. 27 millionda xalqimiz uchun qistamizdan to'lab beramiz. Mana aka, qulaylik. Azizlar, kelaveringizlar, kutib qolamiz. Bu yana Xudo xohlasa mana ishimizni boshlab oldik. Bundan ham zo'r yangiliklar bo'ladi inshaalloh. Sizlarni mana shu Denov avtokreditda kutib qolamiz. Mana Shohbekatda joyimiz, bemalol kelib mashinalarni ko'rib Denov Shohbekatga qilishlaringiz mumkin. Denov Shohbekatdan kelib, azotlarimiz mana aka mashinalar, kimga qanaqa mashina kerak, ya'ni Cobalt tahlil tashigan Gentra deysizmi, Onyx deysizmi, Captiva deysizmi, Tracker deysizmi, Malibu deysizmi, Voyasa Lada deysizmi, Jitaro deysizmi, xullas hamma mashinalar bor. Bemalol kelib Ilhom akaga bog'lanasa Denov Shohbekatga. Mana aka hozir salonni ichidan kirib ko'rsatamiz, ya'ni o'sha yerda filial ochilgan. Mana aka. Bu salonni hozir biz tashqari tarafini reklam tanishtirib o'tdik. Mana salonni tashqari tarafisi va esa Damas so'raganlarga mana aka Damasimiz ham bor ekan. 2025-yilda ishlab chiqqan. Bezpravik 2025 Damasimiz bor. Desa, misol uchun oylik to'lovlarni, boshlang'ich to'lovlarni hisoblab. Xo'p, mana aka mashinalar salqinga dam olyapti, egasini kutib, qani kim oladi meni deb. Bezpravik Cobalt qo'llovchilar uchun, mana yurgan Cobaltlarimiz bor. Mana Bezpravik Tracker qo'llovchilar uchun, mana Lada xohlovchilar uchun mashinalarimiz juda ko'p, seroq. Bu mashinalarimizdan G'iyosjon hammasi bonusda. Azizlar, kelsalaringiz qaysi mashina sizlarga yoqsa, kelsalaringiz boshlang'ich to'lovini albatta hisoblab beramiz. Oylik to'lovlarni hisoblab beramiz. Sizlarga qaysi mashinamiz yoqqan bo'lsa, misol uchun
mana shu mashinaga kelsak bo'ladi. Aha. Mana shu mashinaga keldik. Qaysi hamyurtimiz keldi, shu mashinani olaman deyapti. Boshlang'ich to'lovini hisoblab beramiz. Agar bizdan arzonroq joy bo'lsa, o'sha arzonroq joydan $200 arzon beramiz. Mana kazovcharimiz qulaylik. Agar shu narxdan arzonroq joy bo'lsa, yana kelishtirib beramiz deyapti aka Ilhom aka. Endi nima desam bo'ladi? Bizga juda ham qulay, o'zimiz misol uchun qimmat qo'yamiz, klient yo'qotamiz demaymiz, to'g'rimi? Arzon qo'yib, klientni misol uchun xursand qiladigan darajada qilib beramiz. Bizda 2 kun kuting, 3 kun kuting yo 4 kun kuting degan joyi yo'q. Ertalab kelishadi, kechgacha nomlariga oformlana qilib, rasmiylashtirib, nomerlariga taqib, uylariga jo'natib beramiz. Mana kazovcharimiz xohlagan aka mashinalar bor. O'tirib, hamyurtlarimiz bemalol bir piyola issiq choy yoki bo'lmasa issiq havolarda muzdek suvlarni ichib, maza qilib o'tirishadi, biz ishni qilib beramiz. Mana aka, Ilhom akaga bog'lanasizlar, kelib, azomcharimiz mana aka mashina qanaqa mashina kerak bo'lsa, yerda bor, sotib olib, bemalol xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz muddatli to'lab olishingiz mumkin. Shu salonning ichiga bemalol murojaat qilib, o'zlariga xohlagan avtomashinani ko'rsalaringiz, bu avtosalonimizda ham xuddi shunaqa. Azizlar, kelasizlar, bemalol ustalaringizga ko'rsatib, yo'qsa, undan keyin ishni boshlaymiz. Dokument faoliyatini boshlab kechgacha bitirib. Klientga qaysi mashina yo'qsa, narxlari qulay kerak bo'lsa, bemalol xohlagan olib kechgacha dokument qilib berib, uyingizga ketasiz. Mana mashinani mana aka qulaylik. Ertalabdan kechgacha qilib. Ertalabdan kechgacha dokument ishlarini qilib, bemalol mashinani minib ketishingiz mumkin. Endi aytib bo'lmaydi. Mana shu mashinani misol kimdir xarid qildimi? Ha. 5 million, 4 million mib chiqib qolishi mumkin. Yo'q, mib chiqib. Ba'zan biz to'laymiz. Klientdan hech qanaqa xarajat yo'q. Ertasi kunga o'chadi desa, uzoqdan kelgan hamyurtlarimiz bo'lsa, yotoq joy, ya'ni gostinitsa, ovqatlanish bizning hisobimizdan tekin. Mabodo shunaqa ish bo'lib qolsa. Shunaqa narsaga ham biz tayyormiz. Okay, udor ekan, azomcharimiz. Xullas, hamma sharoiti bor ekan, qulayliklar vash bomba ekan, narxlari ham vash qulay ekan, chunki men hozir bu yerda eshitdim. $500-400 arzon. Misol uchun eshitdim narxlarini, baribir bozorda bunaqa narxda topish qiyin, chunki bozorda ikkilanchi variant qilishga ko'pchilik ko'nmaydi. Birinchidan, keyin klient talabiga binoan xohlasangiz mana aka 1 yildan 5 yilgacha endi o'zingizga yoqqan muddatga xarid qilishingiz mumkin yoki naqd pulga ham kelishtirib beramiz deyapti mana aka. Xullas, mashinalar ko'p. Qolamiz. Mana shu dargohimizda biz sherdamiz, ish faoliyatimizni boshlab oldik. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib, bemalol yana qanaqadir sizlarga kerakli ma'lumot bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Sizlarni Denoq avtokreditda kutib qolamiz. Hammaga sog'lik, omonlik, bitta like bossalaringiz biz xursand bo'lamiz. Yanada sizlar xohlagan darajadan arzonroq qilib qo'yishga harakat qilamiz. Hammaga omad, sihat salomatlik tilaymiz. Sizlar bilan Surxon Media, Surxon TV kanali bo'ylab azomcharimiz mana aka Ilhom aka qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdi. Kimgadir shunaqa mashinalar qulay bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarda, ekranda raqamlarga telefon qilib, ma'lumot olib, kelib xohlagan mashinani sotib olishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Surxon Media kanali.